Assalam, sevimli qarindoshlarım. Hammanglarning Ramazon kuniga muborak bo'lsin. Men Miray Rahman. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbetidan sizga payg'ambarimizning hayot tarixiga tasvirlangan sirani, ya'ni şېرىن buloqni bevosita o'qib tarqatyapman. Navbatda biz Hudaybiya sulhisidan keyingi lashkariy harakatlar degan mazmundan boshlab o'qishlikni boshlaymiz. Diqqat bergaysizlar. Hudaybiya sulhisidan keyingi lashkariy harakatlar. G'aba jangi. Bu urush payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan qarshilash maydonida ching turib, bulangchilik va qaroqchilik jinoyatlari bilan shug'ullanayotgan bani fazorlik bir o'chum jinoyatchilar guruhiga qarshi elib berilgan qo'g'lab zarba berish harakatidir. Bu urush Hudaybiya sulhisidan keyin Xaybar urushidan ilgari elib berilgan. İmam Buxoriy rahimahulloh mazkur bobning tarjimasida bu urushni Xaybar urushidan 3 kun ilgari tashkillangan deb zikr qildi. İmam Muslim rahimahulloh Salima ibn Akva raziyallohu anhuning hadisini naql keltirib, yuqorqi qarashni kuchaytdi. Ko'p qism tarixshunoslar bu urush Xaybar urushidan xeyli ilgari qilingan deb qaradi. Ammo Sahihul Buxoriyning rivoyati to'g'risida eng yaqindir deydi. Ashutningdagi rivoyatda eng to'g'ri deb eskartilibdi. Mushu urushning bosh qahramoni Salima ibn Akva raziyallohu anhudan naql qilingan so'z shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sariqa to'gilarni Riboh ismli chaqiridan yayloqqa boqila avatgan edi. Men Riboh bilan Abu Talhaning itiga minib chiqqan edim. Atsi tong saharda Abdurrahman al-Fazari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sadaqa to'gilariga hujum qilib, padichini o'ldirib etib, to'gilarning hammasini bulab haydab ketibdi. Shunga men, "Ey Riboh, sen bu otni minib darhol Abu Talhaga olib bergin va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni xabar qilgin" dedim. Ondan bir cho'qqiga chiqib, Madinaga qarab, "Ya Saba, ha" deb 3 qitim to'ladim. Onda ularning iziga tushib, ularni qo'qlab keyindan o'q tutib, muntaq qo'shiq to'qidim. Menki Akva o'g'liman, sarvaslarning balasi. Yaqar bugun beshiga razil yovning balasi. Alloh bilan qasamki, men ularni to'xtamay o'q tutib, qarshilik qilib turdim. Düşman keyniga yenib qo'g'lasa, daraxt tubiga muginib oldim. Ondan ularga o'q uzib, yer tishlatdim. Hatto bir chaqda ular bir tog'ning jilg'a qaptallariga kirib oldi. Men heliqi tog'ning ustiga chiqib, ularga tosh dumiltishga boshladim. Mana shunda qilib ular bulab ketgan to'gilarning birini qo'ymay tortib olib, keyniga qaytirib etdim. Ular oxiri to'giga qaramay tikib etishdi. Ondan yana ularning keyindan o'q uzib qo'g'lashga boshladim. Ular oxiri bo'lolmay, yenekrak yo'l yurib, 30 qurdun o'shqroq kiyim-kechak va 30 dona nayza chumoqlarini tashlab ketdi. Ular tashlagandilar narsiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar bilib olsin uchun tosh to'qmoqlar bilan belga qo'yib bangdim. Bir chaqda ular tog' ichida bir qaptal eg'iziga kelib g'izonishga o'ltirib edi. Men shu tog'ning cho'qqisiga o'rladim. Bu chaqda ularning 4 kishi taqqa yamishib chiqdi. Shunga men ularga, "Meni bilishamsan? Men degan Salima ibn Akva bo'laman. Men kimning peyiga tushsam, uni tutmay qo'ymayman. Ammo hech kishi meni qo'qlab tutolmaydi" dedim. Shuning bilan ular ostag'ina tog'dan tushib ketishdi. Shu topda men degi o'rnimdan qo'zg'almagan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning otliq va piyodalik qo'shini idirliqlar orasida paydo bo'ldi. Eng dastlab Ahramni ko'rdim. Uning keyindan Abu Qarhoda paydo bo'ldi. Orqasidan Maqdad ibn Asvad iz qo'qlab chip keldi. Ahram kelib Abdurrahman al-Fazari bilan tutishib qoldi. Ahram Abdurrahmanning itiga qilish urib yiqitgan edi. Abdurrahman uningga naysa urib o'ldiribdi. Ondan Ahramning itiga menib qochmoqchi bo'lib edi. Uningga Fathoda epishib olib, keyindan naysa urib yiqitdi. Buni ko'rib qaroqchilar bidar tikib etishdi. Biz ularning keyinini qo'g'lashga boshladik. Men piyoda yuguraydim. Oxir ular butun bir kun
och ussuz bo'lganlikdan kun petish oldida ziqarat deb ataladigan bir suv bo'yiga kelib tushdi. Men ularning orqasidan iz besib kelib suvga yaqin keltirmadim. Ular bir timim suv ichaligan bo'lsa kashki. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa musulmonlar gugum tushgandan keyin yetib keldi. Men dedimki, "Ya Rasululloh, ular hozir och, ussuz. Menga 100 odam qo'ssang, ularning ot uloqlarini tortib olib, qarshilashganlarning beshini elib kelgan bo'lsam." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga, "Ey ibnim Akva, yelimi ko'p jasorat ko'rsatding, endi bo'ldi qilgin." dedi. Ondan yana ular endi G'atfonga berib to'xtaydi dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qitimqi qo'qlab zarba berish harakatini xuloslab, bugungi chavandozlarimizning yaxshisi Abu Fataddur, piyodliklarning yaxshisi Salami ibn Akvadur dedi va menga ikki o'lish, biri piyodliklarning, yana biri otliqlarning o'ltisini berdi. Ondan meni Azba, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning to'gisining keyniga mindirib, meni Madinaga qaytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu urushda Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktumni qoldirgan va jang alamini Maqtad ibn Amriga tutqizgan edi. Xaybar va Vadil Qura jangi. Hijriyaning 7-yili Muharram. Xaybar ayni chaqda Madina Munavvarning shimolidan 60 yoki 80 ming 1 mil 1650 metr yiroqlikda joylashgan qal'a istiqomlik va dehqonchilik bog'vanchilikni asos qilgan cho'ng shahar edi. U hozir havo kelimati degidek yaxshi bo'lmagan bir kanitdir. Urush qo'zg'ashning sababi Hudaybiya sulhisidan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushman 3 birlashma qanoti ichidagi eng kuchli bir qanotdan xotirjam bo'lib, qolgan 2 qanot dushman, ya'ni yahudlar va najdiy qaroqchi badavilaridan hisob olmoqchi bo'ldi. Shuna qilganda mazkur rayonning tinch amonligini, xotirjamligini mukammal ravishda ishga oshirg'il bo'ladi. Musulmonlarmi uzunga so'zilgan bu qonli to'qinishlardan qo'l uzib Allohning elchiligini yetkazish va diniy da'vat ilib berish ishlari bilan ishnalaydi. Kechirsizlar. Xaybar uzoqdan beri suiqasd va makkorlikning uvisi, qurolliq to'polonning tayinch bazasi, ig'vagarchilikning va malmonchilikning manbasi bo'lib kelgachga musulmonlar hammadan avval diqqat e'tiborni mush yerga markazlashtirishi kerak edi. Xaybarning bundoq tanishtirishimizning sababi Xaybarlik, ya'ni yahudilarning musulmonlarga qarshi ahzob qo'shinni tashkillashda boshlamchi bo'lganligi. Ahzob urushi davomida Bani Qurayza yahudilarni ahdiga vafosizlik qilishga va kelishimga xiyonat qilishga kuch ko'rsatganligi, ondan yana munofiqlar, ya'ni musulmonlar orasida 5-saf jasuslar bilan hamda G'atfon va Bidavilar, ya'ni dushman birlashma kuchlarining 3-qanoti bilan yoshirin aloqalashganligi, hatto o'zlarining bevosita urushga qatnashganligida edi. Biz ularni unutib qolganimiz yo'q. Ular bu harakatlari orqali musulmonlarning ko'plagan talofatlarga uchratdi. Hatto texmo haddidan eshib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qasdlab o'ldirish planini tuzishdi. Ayni chog'da musulmonlar va yo'lsizlar qarata orqa qo'shin tortishga va Salam ibn Abul Uqayyiq va Usayr ibn Zarimga o'xshash suiqasdchilarning katibashlarini yoshirin ujuqtirib etishga majbur bo'lgan edi. Lekin musulmonlarning zimmasiga yuklangan majburiyat bir yoki 2 o't quyruqi badbaxtni yo'qotish bilan ado topmaydi. Balki texmo keng ko'lamlik va texmo umum yuzlik harakat qilinishi kerak edi. Biroq ayni chaqda musulmonlar zimmasidagi bu majburiyatni ado qilishni ko'p kechiktirgan edi. Sababi ularning ko'z oldida yahudlarning kuchidan necha hassa zo'r, jangovarligi yuqori, adovati kuchlik, bosh agmas asabiy dushman, ya'ni Quraysh mushriklari hamla qilib turmoqda edi. Bu qitim ularning oldingi safdan chekinib
yüzturana qarshilashdan o'zini chetga ilish bilan musulmonlarga parda orqasida turib jinoyat sodir qilayotgan jinoyatchi unsurlardan intiqom oladigan sharoit pishib yetildi. Ya'ni ular bilan hisob kitob qiladigan kun oxir yetib keldi. Xaybarga yurish qilish. İbn İshaq rahimahullah mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybdan qaytib kelib, Madinada Zulhajja va Muharram oylarida ozroq turib, mushu oy, ya'ni Muharramning oxirlarida Xaybarga yurish qildi. Musofirlar buni Alloh taolo o'zining Alloh sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi degan oyat orqali bergan va'dasining amlishidir deyishidi. Musulmonlar qo'shinining soni oldingi yildagi Hudaybiya urushida munofiqlar va iymoni ojizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga urushga chiqmay yetib olgan. Bo'lg'ashqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tarafidan mundaq farmon bo'lgan edi. Murhayyiga chiqmay qilib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtinglarda biz sizlar bilan chiqaylik deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganligidan iborat so'zni o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Alloh ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Alloh undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushundi. Qur'oni Karim sura Fatih 48-sura 15-oyat. Şoňa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybarga otlanish oldida men faqat urushqa qiziqadiganlar chiqsin deb jakarladi. Şoňa bu faqat ashabush bu shajar miyada Mudayyibiyada daraxt tövida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahd berganlar degan mazmun ko'rsatdi ekan. Lar atlandi. Ular 1400 kishi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rniga Madinada Sibai ibn Arfatatul G'ifari raziyallohu anhu qoldirdi. İbn İshaq rahimahullah Numayla ibn Abdullah Lays raziyallohu anhu ni qoldirgan deydi. Darhol avvalgi qarash to'g'riga ko'p yaqindir deb tushuntirish beribdi. Mujohidlar Xaybarga qarab yurib ketgandan keyin Abu Hurayra raziyallohu anhu musulmon bo'lgan edi. U Madinaga kelganda Sibai ibn Arfata raziyallohu anhu bomdod namozi o'qiyotdi. Sibai raziyallohu anhu namozdan farigʼ bo'lgandan keyin Abu Hurayra raziyallohu anhu uning bilan ko'rishdi. Sibai raziyallohu anhu uni safar rasqodi hozirlab yo'lga silib qo'ydi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning keyindan Xaybarga bordi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga tushuncha berib, Abu Hurayra raziyallohu anhu va uning hamrohlarini g'animatga sherik qildi. Munofiqlarning yahudlarga axborot yetkazganligi. Munofiqlar, ya'ni yahudlarning ketminni chepishga boshladi. Munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay Xaybar yahudlarga Muhammad sizlarni qasdlab yurib ketdi. Pahas bo'linglar, ammo qattiq qo'rqib ketmanglar, chunki sizlar son va sifatda uningdan ko'p ustun. Muhammadning odamlarining qurollari oddiy, soni cheklik, sayoq odamlardir deb yoshirin axborot yo'lladi. Xayrliklar axborotni topshirib olgandan keyin darhol harakat kelib, Kanana ibn Abul Vuqayyiq bilan Abza ibn Haysni G'arfon qabilasiga yordam so'rashga avatdi. Chunki ular Xaybar yahudlarining qadinoz ittifoqdoshlari va musulmonlarga qarshi eg'iz burun yalishadigan yaloqchi do'stlar edi. Ular bu qitim musulmonlar ustidan g'olib kelsa, Xaybar jingi g'animatlarining yermini G'arfon qabilasiga berishni va'da qilishdi. Xaybar yo'li. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybar sahifalarida siz, ya'ni bir so'zda asr deb izohat beribdi. Tog' tizmalarini bo'ylab mengib Sahboyi degan bir joyning ismi ekan. Din o'tib Rajiya bu joyning ismi ekan.
kelib tushdi. Bu yer bilan g'arfanliqlarning o'tirisida bir kecha kunduz yo'l edi. Dal shu kunlarda g'arfanliqlarning jang tayyorliqlarini bitkizib, Yahudilarga yordam berish uchun Xaybarga qarab kelyotdi. Ular o'tir yo'lga kelganda keyni tarafdan ushtumtut cho'qan so'ranlar anglandi. Shuning bilan ular musulmonlar oila tavobatlarimizga va mol-mulklarimizga hujum qildi deb o'ylab, darhol orqaga yenib, o'z mahalla qishloqlarga qo'g'dashning ko'yiga tushdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan xayrliklarning ishiga aralashmaslikni qaror qildi. Ana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinga yo'l boshlab mengayotgan ikki yo'l boshlig'ichining biri, ya'ni uning ismi Asl edi. Ne chaqirtib Xaybarga shimol, ya'ni Sham tarafdan kirgil bo'ladigan eng muvofiq yo'l bilan boshlab menishni talab qildi. Shuna qilganda g'arfonliqlarning Xaybar majrosiga aralashishining oldini olg'ili bo'ladi. Hamda Xaybar yahudilarni Shamga qechib ketishdan to'sib qolg'ili bo'ladi. Bu chaqda ularning biri "Men boshlab mangay, ey Rasululloh" deb qo'shinning oldiga kirib mangdi. Bir chaqda u 4 yo'lga bo'linadigan bir ajal eg'iziga kelib to'xtadi va "Ey Rasululloh, bu yo'llarning hammasidan nishonga yetkili bo'ladi. Qaysisiga yo'l olamiz?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ash yo'llarning nomini bir-birlab aytib berishga buyurdi. U Hasan, yana qayg'u dedi. Shu yo'llarning birisini ko'rsatib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu yo'lni besishga ra'yi barmidi. Yo'l boshlig'uchi yana birining nomini, ya'ni Shosh, buning ma'nosi choshqun degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning beshini chayqadi. Unda yana birini ko'rsatdi va uning nomi Atib, o'tin targuchi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning bo'lmaydi dedi. Bu chaqda Asl "Endi bir yo'l qoldi" degan edi. Umar raziyallohu anhu aytmamsan, uning nomi nima deb oldiratdi. U marhib, qarshi olg'uchi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yo'lni tanladi. Yo'l ustida yuz bergan voqealar. Birinchi, Salimi ibn Akba raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Xaybar jangiga chiqqan kechasi yo'l yurgan edik. Musulmonlardan bir kishi Amir ibn Akba raziyallohu anhuga "Ey Amir, bizni mo'ngluq ovozing bilan huzurlantirmamsan" dedi. Amir raziyallohu anhu yetishgan shoir ham naqshchi edi. Shuning bilan u etidan tushib, "Hoy hoy" deb aytib, kishilarga shoira va naqshi aytib berishga boshladi. U mundaq deydi: "Rabbimiz sen bo'lmasang topmasdik hidoyat, bilmasdik nimdur, zakot, namoz, ro'za, iborat. Mag'firat qil, jon fidodur sana Tangrim shadxo'ram, elishqanda yov bilan ata qilg'in matonat. Beg'ishlig'in bizlarga xotirjamlik saodat, besim qilsa kufri al qilmasmiz hech itoat. Qancha so'ran salsimu mansitmaymiz taobat." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Bu kim?" deb so'radi. Kishilar Amr ibn Akva degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Alloh uningga rahmat qilsin" dedi. Bu chaqda jamoat ichidan bir kishi "Ey Rasululloh, uningga javob vojib qilding, ya'ni shehidlik sharafini tilading. Bizni uning suhbatidan bahramon qilsang bo'lmasmidi?" dedi. Chunki ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qanday odamga ayrim duo qilsa, u kishi shehidlik topadi deb biladi. Allohning iltifoti bilan u mushu urushda shehidlik maqomiga yetdi. Ikkinchisi, safar davomida musulmonlar qo'shini bir o'ymonliqqa yaqinlab kelganda hammasi ullik sado bilan "Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar" deb cho'qon solgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "O'zinglarga hay beringlar. Chunki sizlar gaz-qochiga va yoki yo'q g'oyib narsaga emas, balki hamisha sizlardan ayrilmaydigan so'zinglarni anglab turg'uchi Allohga duo qilsizlar" dedi. Uchinchisi, Xaybarga yaqin joy sahba iqqa borganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Namozdan keyin g'izolanish uchun ozuq tulik
to'shg'uvchilarni chaqirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga faqat talqonlar keltirildi. Shung u talqonni namditib ozroqli yedi. Boshqalarmi yedi. Arqadan namoz sham vaqti bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ig'zini chayqab etib namozga turdi. Sahobalarmi shunday qildi. Qayta tahorat olmadi. Uningdan keyin xubdan namozini o'qidi. Musulmonlar qo'shini Xaybar qal'alari bo'yida. Musulmonlar atisi atiganda urush boshlanadigan oxirgi kechini Xaybarga yaqin bir joyda o'tkazdi. Yahudlar uni sezmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror qavmining qishlig'iga kechi berib qolsa, tong otmoqcha tegish qilmaydi. Musulmonlar atisi tong otgan hamon bomdod namozni burunroq o'qib, sharga qarab atlandi. Birdamdan keyin tong suzilib, olam yo'rib edi. Xaybar aholilari paltikatman, tag'ar zambillarini ko'tarishib, etis eriqlarga chiqishdi. Vaholanki ular musulmonlarning besib kelganligidan qilcha xabar topmagan edi. Şoňa ular musulmonlar qo'shinini ko'rib, Muhammad kepti, azbirayquda Muhammad qo'shin tortib kepti deyishib, aloqsizlik ichida shaharga qarab ketishdi. Bu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohu akbar, Xaybar xarob bo'ldi. Biz biror qavmining mahallasiga tegish qilsak, oldin ogohlantirish berilganlarning atdiganligiga voy dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybarga kirib bir manzilni lashkariy bargoh qilishga tanlagan edi. Muba ibn Munzir raziyallohu anhu uning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, bu Allohning o'rlashtirishimi yoki jang tadbirimi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam albatta jang tadbiri dedi. U, "Ey Rasululloh, bu joy dushmanning Natat qo'rg'iniga bek yaqin. Xaybar lashkari kuchlarning hammasi dal mushu qo'rg'onda. Biz bu yerga tushsak, ular bizning ahvolimizni osonla bilib oladi. Biz ularning ahvolini uqolmaymiz. Ularning otgan o'qi bizga naq tegidi. Chunki ular qalab ustida otidi. Ammo bizning o'qimiz ularga naq tegishi natoyin. Chunki biz pastda turib otimiz. Uning ustiga ularning kechalab hujum qilib chiqishidan saqlanqali bo'lmaydi. Ham bu yer xurmuliq arsiga joylashgan ekan. Strategiya jihatdan o'rni muvofiq emas, sharoiti beyab joy ekan. Mushu illatlardan xoliroq bir manzilga amr qilsang, ashu yerga bargoh bo'lsaq, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning so'zini anglab, to'g'ri taklif berding, dedi-da, qo'shinni boshqa bir joyga yo'tkab ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybarga yaqinlab kelayotganda shahar qal'alari yiroqdan g'ilpol ko'rinib edi. O qo'shinga to'xtanglar, dedi. Har qaysi qo'shin o'z o'rinlarida to'xtab edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, 7 qat osmon va uningdagi shaylarning parvardigoridirsan. 7 qat osmon, 7 qat zamin va uning ustidagi shaylarning parvardigoridirsan. Shaytonlarning va ularning atrofidan ular tarafidan ozurg'onlarning parvardigoridirsan. Senden bu yurtning yaxshiligini, yurt aholisining yaxshiligini va yurtdagi barliq shaylarning yaxshiligini tilaymiz. Senden bu yurtning yomonligidan, yurt aholisining yomonligidan va yurtdagi jami shaylarning yomonligidan panoh tilaymiz, dedi. Ondan Allohning nomi bilan olg'a besinglar, dedi. Jang tayyorligi va Xaybar qal'alari atsa degan tegish qilamiz degan kuni keshligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man ata alamni shundoq bir kishiga tutqizamanki, u Allohni va Allohning payg'ambarini suyidi. Alloh va Allohning payg'ambarini uni suyidi, dedi. Atsi tong etishi bilan tong hamma kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofida paypedak bo'lishdi. Hamma odam shu kishi bo'lishni orzu qiladi. Ushtumdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abu Talib qani deb so'rab qoldi. Kishilar uning ko'z og'rib qopti deyishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni tep kelinglar, dedi. Ali raziyallohu anhu kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning ko'ziga suflab qo'ydi va uning uchun duo qildi. Shun bilan uning ko'zi sal masa saqib ketdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alamni uningga berib edi. U, "Ey Rasululloh, men bular bilan toki ular bizdek, ya'ni musulmon bo'lganga qadar urushiman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
Undaq bolsa, sen shu peti berib, ularning manziliga tushgin. Ondan ularni islomga da'vat qilgin va ularning zimmasiga vojib bo'lgan Allohning haqlarini uqtirib qo'ygin. Allah bilan qasamki, Allohning sen orqali biror odamni hidoyat qilgani sen uchun necha ming qizil to'ygidan yaxshidir, dedi. Xaybar cho'ng jihatdan mundaq ikki bo'lakka bo'lingan bo'lib, birinchi bo'ligida tuvandagilar 5 qo'rg'on bor edi. Birinchisi Naim qo'rg'oni, ikkinchisi Sahib ibn Ma'az qo'rg'oni, uchinchisi Zubayr qal'asi qo'rg'oni, to'rtinchisi Ubay qo'rg'oni, beshinchisi Naza qo'rg'oni. Avvalgi 3 qo'rg'on Xaybarning Natat rayoniga, keyingi 2 qo'rg'on Shayb rayoniga joylashgan edi. Ammo ikkinchi bo'ligi Katiba deb atalgan bo'lib, uningga 3 qo'rg'on joylashgan edi. Qamus qo'rg'oni, uningdan keyingisi Fatih qo'rg'oni, anandan keyin Salolim qo'rg'oni. Xaybarda yana bu 8 qo'rg'ondan boshqa cho'ng kichik qal'a va qo'rg'onlar bor bo'lib, lashkariy kuchi va mudofaa istihkomi jihatda oldingi 8 qo'rg'onga yetmaydi. Shunga urushning ig'ir chaqi qo'rg'onning birinchi bo'ligiga ko'proq aylandi. Ammo ikkinchi bo'ligidagi 3 qo'rg'onga o'rlashtirilgan qo'shinlar ko'p va mudofaasi kuchli bo'lsa-mu, qarshilik ko'rsatmayla taslim bo'ldi. Urushning boshlanishi va Naim qo'rg'onining fatih qilinishi. Bu qo'rg'onlar ichida musulmonlar tunji bo'lib, Naim qo'rg'oniga tegish qildi. Mazkur qo'rg'onning strategik o'rni intayin muhim bo'lg'achqa, yahudlar uni jon tikib qo'g'didi. Shundaqla bu qo'rg'on yana yahudlarning menga tetiydigan botur degan nom bor Bahadiri Marhab polvonning boshqurishida edi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu qo'shinni boshlab bu qo'rg'onni muhosiraga oldi va ularni musulmon bo'lish, ya'ni taslim bo'lishga chaqirdi. Yahudlar musulmonning da'vatini keskin rad qilib, mug'ambarlik bilan maydonga chiqishdi. Ular bilan ularning bosh sarkardasi Marhab polvonmi billa edi. Marhab jang maydoniga chiqib, yakmoyak elishdi. Salim ibn Akvayi raziyallohu anhu mundaq deydi: Biz Xaybarga yetib berib edik, ularning boshlig'i Marhab qilichini pulangitib maydonga tushib, tuvandagi she'rni o'qidi. Xaybar ara nomim mashhur Marhab pahlavon atalgan, jangovarman mahoratlik tang kelolmas natovan. Urush o'ti qizisa, gar maydon ara o't yanar, mard bo'lsang tush, jangga qilsan ilishayli bir maydon. Şun bilan uningga qarshi tag'am Amir raziyallohu anhu maydonga tushib tuvandagi she'rni o'qidi. Bilib qo'ygin xayrlik nomimni Amir, seningdekka tayyorman yengishga qodir. O'g'il bo'lsang tush maydonga, ay tuzkur mushrik, o'ldirarman ya o'larman shahid bo'p oxir. İkisi bir ikkidan qilish urishdi. Ushtumda Marhabning qilichi tag'am Amirning qalqoniga urildi. Amir raziyallohu anhu qalqonning tegidan Yahudning putiga urmoqchi bo'lib edi. Uning qilichi Yahudning putiga tegmay, aylanib kelib, o'z putining lepikiga sanjilib, oxir shahid bo'ldi. Uning haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga 2 hassa savob berildi dedi va 2 barmoqini jamladi. U haqiqatan ismi jismiga loyiq mujohid dedi. Undaq Arab yer yuzida oz tepiladi dedi. Aytilishicha, Marhab shuningdan keyin yana Xaybar ara nomi mashhur Marhab pahlavon atalgan degan jang uranni tovlab, musulmonlarni janggohga undab, maydonga u yoqdan bu yoqqa mengib, po'ppoz qilishga boshlagan. Buning bilan Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu uningga qarshi maydonga tushgan. Salim ibn Akvayi raziyallohu anhu mundaq deydi: Şun bilan Ali raziyallohu anhu, onam shundoq atabdir nomimni Haydar, ya men bilan elishishga yo'lvas ekandar. Al-qisosni zulb qarda olmasam men har, xudoning dushmani Allohu akbar. Deginicha maydonga tushdi-da, Marhabning beshiga bir qilich uribla uni o'ldirdi. Uning qo'mondonligiga Naim qo'zg'ini farhiy qilindi. Ali raziyallohu anhu ularning qal'asini muhosiraga ilib edi. Bir Yahudi qal'a ustidan
bir qo'riqdan beshini chiqarib, "O'zing kim bo'lasan?" deb barqirdi. Ali raziyallohu anhu "Men Ali ibn Abu Talib" deb javob qaytarganda, "Yilqi Yahudi Musoga nazil qilingan Tavrat bilan qasamki, ustunlikni egiligudekisizlar" dedi. Ondan Marhabning qerindishi Yasir maydonga chiqib, maydonga tushadigan odam bormi, kim tushidi deb to'ladi. Uningga qarshi biz tarafdan Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu maydonga chiqib edi. Zubayrning onasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hamachisi Safiya raziyallohu anha, "Ey Rasululloh, u o'g'limni o'ldirib etarmi qandoq?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga, "Yo'q, balki o'g'lingiz uni cho'qim o'ldirdi" dedi. Rost degandek Zubayr raziyallohu anhu uni osonlab bir taraf qilibdi. Shundoq Naim qo'rg'ini atrofida ajoyib dahshat so'qilishlar bo'ldiki, bu yerda yahudlarning dangdor sarvoz polvonlarining ko'p qismi yo'qitildi. Uning bilan ularning jangovarligi ojizlab, qarshiliklari sustlashdi. Hatto musulmonlarning hujumini susib olishga madori yetmaydigan bo'lib qoldi. Tarixiy materiallardan qaraganda Naim qo'rg'ini atrofida urush bir qancha kun davomlashgan. Yahudlar qattiq qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin musulmonlarning shiddatli hujumi oldida g'alaba qozonishdan umidsizlanib, asta-asta Saib qo'rg'oniga chekingan. Oqibatda musulmonlar Naim qo'rg'oniga besib kirib, uni egallagan. Saib ibn Ma'az qo'zg'inining ishg'ol qilinishi. Saib ibn Ma'az qo'zg'ini Naim qo'zg'inidan qolsa, lashkari kuchi va mudofaa istikomi jihatda ikkinchi o'rinda turadi. Musulmonlar bu qo'rg'onga Ubab ibn Munzir Ansarning qo'mondonligida hujum qildi. Musulmonlar ularni uda 3 kun qattiq muhosaraga elibmi, hech natijaga erishalmaganlikdan 3-kunni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qo'rg'onning fathi qilinishi uchun alohida duo qildi. Ibn Sa'd rahimahullohning rivoyatida Aslam qabilasining Bani Sahmi aymiqi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, yerib charchadik, qo'rsoqlarimiz ochdi, ozuqlarimiz tugidi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, sen bularning ahvolini bilguchidirsan. Beray desam, menda yo'qligini bilasan. Shung ularga Yahudi qo'rg'onlari ichidagi boyligi mo'l, osh-ozuqlari ko'p bir qo'rg'onni fath qilib bergin" dedi. deyilgan. Rost degandek Saib qo'rg'onni atisi atiganlik hujumdila fath qilindi. Haybarda Saib qo'rg'onidagidek ozuq tuliklari mo'l, yog'maylari ko'p qo'rg'on yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duodan keyin musulmonlarni bu qo'rg'onni elishga chaqiriq qilgan edi. Bani Aslam xalqi turshavul bo'lib mangdi. Qo'rg'on oldida yakmu-yak elishishlar va qirchapla avjiga chiqdi. Bu qo'rg'on oxiri shu kuni kun petish oldida fath qilindi. Musulmonlar bu qo'rg'onda bir qancha dona manchanoq degani dushman istiqomlariga yiroqdan tosh otadigan jang quroli debdi. To'p va dababa deganimiz ichiga yoshirinib berib qo'rg'onni teshishga yoki qo'rg'on darvozasiga o't qo'yishga ishlatiladigan harbiy aslaha deydi. Ularni o'lja oldi. Ibn Issoq rahimahulloh naql qilgan hadisda tilga ilingan ashu zerinlik tufayli qo'shin ichidan ayrim kishilar yerlik eshaklarni so'yib qozonga silib o't yoqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan xabar topgandan keyin jakarchi mangdirib eshaklarni yeyishdan to'sdi. Endi vaqt muhili bir yerga berib qopti. Keyingi bevosita anglitishda Zubayr qal'asining ishg'ol qilinishi degan mazmundan boshlab o'qiymiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Diqqat berganinglarga rahmat. Allohga omonat.